Salam qadrli savdoshlar, bugun biz 25-26 darsni o'qib o'tamiz. 25-26 darsda biz asosli o'rganganimiz bo'lsa, ingliz tili grammatikasining ichidagi palonchiyada palonchi narsa bor degan grammatika nuqtasini o'qib o'tamiz. Bu garchi qarmoqni oddiy ko'rinsa-mu, lekin amaliyotda, amaliy turmushda yoki ingliz tili til sharoitida biz intayin ko'p ishlatishga muhtoj bo'lgan bir xil grammatikalik nuqta. Shunlashqa savodashlarningki bu darsni intayin yaxshi ko'rishni umid qilaman. Darsda iltabir. Oldi bilan 25-darsning so'ziga qarab boqaylik. Birinchi so'zning birinchi tovushi nima ekan? M'ga, m'g'ni qo'shsak me, me. Anikin s'ga, s'g'ni qo'shsak se, z. Odatda ekan zni qo'shsak siz. Me, siz, mesiz. Urg'u beshida ekan shunglashqa tiz olamiz, ya'ni hech qanday so'zilmaydi. Urg'u beshida beshini kuchli olamiz. Shunglashqa mesiz, mesiz, mesiz. Mesiz degan to'y qilgan ayollarga qaratamiz. Mesizning kaynida chiqadigan gap bo'lsa, to'y qilgan ayolning erining ismi bo'ldi. Inglizlarning odati bo'yicha siz to'y qilgandan keyin Mrs. Masalan, siz olimjon bilan to'y qilgan bo'lsangiz, vaqtida Mrs. olim deydi yoki olimning ayoli degan gap bo'ldi. Ya'ni olim bilan to'y qilgan ayol degan gap bo'ldi hisobda. O'zingizning ismini atab yurmaydi, normal demdi. Shunlashqa Mrs. degan gap to'y qilgan ayol. Keyingi keldigini Mrs. palonchi o'zining ismi emas, balki erining ismi, Masalan, Mrs. Alexander desak, Alexanderninki ayoli degan ma'no berdi. Shunlashqa Mrs. degandan keyin keyingi ism o'sha ayolning o'zining ismi deb qarab olmanglar. U faqat o'sha ayol tekkan erning ismi, Shu odamning xotni deb chaqirdi normalda. Shunlashqa Mrs. degan to'y qilgan ayollar ishlatildi, ayol degan gap. Ayoli yoki. Endi ma'suzning birinchi tovushi nima ekan? K. K'ni qo'shsak k. Anaga nima ekan? T bilan sh birlashsa ch deb o'qiydi-ku. Ch'ga ni qo'shsak ch. Ni qo'shsak chin, kitchen. Kitchen, So'zga yo'q ekan, shunlashqa tiz olsizlar. Kitchen. Kitchen degan gap oshxona uy. Uyning ichidagi oshxona uyni ko'rsatadi, Sirtdagi oshxona restoran emas, Bir uyning ichidagi oshxona uyini biz nima deymiz? Kitchen. Endi ma'suzning birinchi tovushi nima ekan? R ekan. R'ni qo'shsak re, re. Anaga nima ekan? F'ga. F'ning kengsi ekan, ya'ni R ekan. R'ga ni qo'shsak fre, fre. Re, fre. Anaga nima ekan? D bilan J qo'shsak j deb o'qiydi-ku. J-ni qo'shsak j. Refrigerator. Anaga nima ekan? R'ga. R'ni qo'shsak re. T-ni qo'shsak ter. Refrigerator. Ya'ni demakchi bu yerda urg'u nima degan? F degan shunlashqa refrigerator, refrigerator. Ya'ni demakchi refrigerator degan gap to'nglatqu degan gap, to'nglatqu. Ammo so'zning birinchi tovushi nima ekan? R'ga. R'ni qo'shsak right. Ni qo'shsak right. Right degan gap o'ng qo'l taraf, to'g'ri degan ma'nosi bor, Endi ma'suzning birinchi tovushi nima ekan? A ekan. Ikkinchi tovushi nima ekan? L ekan. L'ni qo'shsak lak. Ni qo'shsak lak. Elak. Anaga nima ekan? T bilan R qo'shilsa ch deb o'qiydi-ku. Ch'ga ni qo'shsak trick. Ni qo'shsak trick. Lak, trick. Electric. Endi qarasang urg'u L degan shunlashqa L'ni kuchli qoldi ekansizlar. Nasa electric. Electric. So'zga yo'q ekan, shunlashqa L'ni kuchli qolamiz, tiz olamiz, unasa electric. Electric degan gap elektr degan gap, elektr. Ammo so'zning birinchi tovushi nima ekan? L'ga. L'ni qo'shsak nima ekan? Laugh. Ni qo'shsak left. Ni qo'shsak left. So'zmaysizlar, left emas, left. So'l taraf, so'l degan gap, left. Ma'suzning birinchi tovushi nima ekan? K. K-ga ni qo'shsak k. Anaga nima ekan? Uni qanalimiz degan to'q, tiz olamiz degan to'q. Eg'iz jumla qachildi, deplamalik bir yerib qolgan chaqda olgan tovushdi. K-ga ni qo'shsak k. Anaga nima ekan? K-ni qo'shsak k. So'zga yo'qkan undasa cooker. Cooker degan gap, ya'ni oshxona saymonlari, qozon qo'mish degan gap uyg'ur tilidagi, qozon qo'mich. Cooker, cooker. Anaga ma'suzning birinchi tovushi nima ekan? M'ga ni qo'shsak me. Anaga nima ekan? D ekan. D-ning kengsi nima ekan? L-ga. L-ni ya'ni anaqskas ol deb o'qiymiz degan to'q. Unda bo'lsa d-ni qo'shsak dol, medal, medal.
Ondan sonra urgu 5 deyken, ondan sonra 5'in küçük kaldıkemiz middle. Middle degan gap o'ttirsi degan gap, o'ttirsi. Ama sözün birinci tavsiye imkan ihga vni qilsak iv degan ning degan gap, ning. Palanchi narsaning palanchi narsi degan ishlatamiz. Buni biz grammatika nuqtasini so'zlagan chaqda, ya'ni tafsil tunishtiramiz ivni. Okay, endi Amerika ingliz tilida yana bir xil av deb melindi, av deb melindi, iv deb elindi, lekin af deb olmaysizlar, af emas. Nurg'unliklar buni xato o'rganib olgan bo'lsangiz, to'sib olsangiz bo'ldi. Of emas, av yoki av, av. Keyin so'zning birinchi tashnim ekan, urga uni qo'shsak ni qo'shsak room. Ya'ni demakchi buni ikki xil talaffuz qilindi Amerika talaffuzida. Birsi room degan gap, ne uni so'zab olsanglar bo'ldi. Room desanglar bo'ldi yoki room desanglar bo'ldi. Qarasangiz ikki xil talaffuz bor ekan ustida. Bu bir eg'iz uy degan gap. Bir eg'iz uy, room. Ama sözün birinci tavsiye imkan k'ni qo'shsak nima ekan? Kapni qo'shsak cup. Cup deganga piyola. Biz buni bir qatim o'rganib bo'lgandik, Cup degan piyola degan gap, Endi bütün so'zning o'qilishi, Mrs. to'y qilgan ayol. Kitchen, oshxona uy. Refrigerator, to'nglatqu. Right, o'ng taraf, o'ng. Electric, elektr. Left, sol taraf, sol. Cooker, qazan qo'much. Middle, o'ttirisi. Of, ning. Room, yoki room, bir eg'iz uy. Cup, piyola. Mrs. Kitchen. Refrigerator. Right. Electric. Left. Cooker. Middle. Of. Cup. Endi 25-darsning tekstiga tizil bir qarab o'taylik. 25-darsning teksti nima to'g'ri ekan? Mrs. Smith Kitchen. Ya'ni Smith xonimninki nimasi? Kitchen, oshxonasi deydi, Shu tekstga. Ya'ni Smith xonim bu Smith degan bu ayolning ismi emas, erning ismi, Mrs. Smith degan gap Smith apandimning ayoli degan ma'noni bildirdi, Odat ayollarni to'y qilgan bo'lsa, erning ismining oldiga Mrs. deb Mrs. Palanchi, Mrs. Jordan, Jordan'ın ayali oldu. Hesapta işte ataydı toyqandan ki. Mrs. Smith kitchen is small dedi. Smith hanımның nimesi aşxana uyi bolsa kichik. Kichik lama aşxana uyi kichik. Endi qaranglar, Mrs. Smith degan odam bildirgachga, odam bildirdi. Shunaqa Smith hanım degan gap bir pash qo'yib asini qo'yasak, shu hanımның o'ltig'i Mrs. Smith kitchen is small degan gap Smith hanımның aşxana uyi kichik. Yani Mrs. Smith'in keyiniga bir pash qo'yib asini qo'ysak, Smith hanımның degan gap bo'ldi-ku ingliz tilida. Undan so'ng Mrs. Smith kitchen is small. Yani Smith hanımninki nimsi aşxana uyi bo'lsa kichik. There is a refrigerator in the kitchen. Yani bu yerda, yani aşxana uyining ichida bir to'nglatqi bor degan gap. Yani there is degan intayin muhim bir jumla shakli. Buni biz grammatik nuqtasida o'rganib o'tamiz. There is a refrigerator in the kitchen. Yani aşxana uyida bir nima to'nglatqi bor. The refrigerator is white. Yani to'nglatqi bo'lsa, nima oq ranglik. It's on the right. Yani bu bo'lsa o'ng qo'l tarafda. There is bu yerda bor an electric cooker. Yani demakchi to'q o'choq bor in the kitchen. Yani to'q qozon bor in the kitchen. Yani aşxonada bir to'q qozon bor. The cooker is blue. Yani demakchi bu to'q qozon bo'lsa ko'k ranglik. It's on the left. Yani bu bo'lsa sol qo'l tarafda. There is a table in the middle of the room. There is a table. Bu yerda bir ustal bor in the middle, o'ttirsida of the room. Yani bu uyning o'ttirsida bir nima deydi? Ustal bor. There is a bottle on the table. There is a bottle on the table. Yani bu yerda bor bir putilka on the table. Yani ustalning ustida bir tal putilka bor. The bottle is empty. Yani bu putilka bo'lsa quruq, ichida hech nima yo'q. Suv yo'q, hech nima yo'q demakchi. There is a cup on the table too. Bu yerda bir nimbadek cup. Piyola bor on the table. Yani ustalning ustida bir tal piyola bor. Tuni o'rganib o'tgan mu degan ma'no so'radi. Ustalning ustida yana bir piyola mu bor. Piyola mu bor. The cup is clean. U piyola bo'lsa, nima deydi? Clean, pokiz deydi. Bu tekstga hisobda.
Endi bu tekstninki grammatikalik nuqtalarga qarab baqayli. Hem 25. dersdeki intayin muhim grammatika, yani birinci grammatika bolsa nemiken yani palanchi yada palanchi narsa ba deganni ingliz tilida qanday ifodalaymiz degan grammatika. Yani demekçi palanchi yada ma'lum joyda ma'lum bir narsa ba deganni ingliz tilida zodi qanday ifodalaymiz. Endi uyg'ur tilida palanchi yada masalan uyning ichida bir üstel ba deyaleymiz yoki to'nglatqining ichida meva ba deyaleymiz, lekin ingliz tilida buning tartibi zodi qanday keldi? Endi bu ingliz tilidagi intayin muhim grammatikalarning birisi, shunga buni bilish intayin muhim. Buni ingliz tilida qanday ifodalaymiz degan chaqda bu yerda ba there is deyotimiz, anandan keyiniga nim bog'liq askartildi. Masalan a watermelon bir tavuz ba in nadligini deymiz in a refrigerator. To'nglatqida bir tavuz ba. İngiliz tilida ma'lum bir yerda ma'lum bir narsa ba deganni there is deyotib, anandan keyin narsaning ismini keyiniga qo'yib, anandan keyin o'rinni eskartamiz. Masalan, there is a book in my handbag. Yani there is a book. Bu yerda ba degan ma'no chiqdi. There is ki bu yerda ba deydi. Avval anandan keyin nimi bog'lig'ini deydi. A book, bir kitob ba deydi. In my handbag. Endi ichida. Yani demakchi biz onni o'rgangan chog'da degan to'q ichida, ustida, ostida, yenda degan chog'da ingliz tilida ustida, ostida, yenda degan avval deydi. Ana kelik narsani deydi. Masalan, on the table sekni bo'ldi. Yani ustalning ustida degan gap bo'ldi. In my handbag. Masalan, there's a book in my handbag. Yani meningki nimamning ichida, yani sumkamning ichida bir kitob bor deganni ash bo'yicha ifodalaymiz. Masalan, uyda bir ish bor. There is deyib o'tganimiz angladinglar. Bu yerda ba deyib o'tganimiz. Bu yerda there is degan bu yerda bir tal narsa bor degan ma'no chiqadi. Is degan toq, ya'ni bir tal narsa qartildi-ku. There is a dog. Bu yerda bir it in the house. Uyning ichida. Uyning ichida. There is degan nima bo'lgan? Bu yerda bor. Anondan keyin nima deyapmiz? A dog. Bir it degan deyib o'tganimiz. Uning in my handbag. Masalan, in his house. Uning uyning ichida bir ish bor. Ya uning uyida bir ish bor degan ingliz qanday ifodalaymiz? Yani avval deymiz there is. Bu yerda bor deb aytganmiz. Ananki keyinchi chiqqan gap nima ekan? Nim bog'lig'ini deyotganmiz. A dog, bir ish. Shunaqa. Aniki nada bog'lig'ini deyotganmiz. In his house. Uning uyida. Yani demekçi ingliz tilida palanch bir yerda ma'lum bir narsa bor degan qadam ifodalaymiz. Avval bor deyotganmiz there is. Anandan keyin u narsaning nimligini deyotganmiz. Aşağıda bor narsaning nimligini deyotganmiz. Aşında o'tayotganimiz anaqisda o'rinni eskartayotganmiz. Shuning bilan palanch yerda palanch narsa bor deganni ingliz tilida shunda ifodalagan bo'ldi ekan. Masalan, qo'l so'mkamda, ya'ni so'mkamda bir tal olma bor. Demekçi men shunaqa, unda bo'lsa bu dal mushika palanch yerda palanch narsa bor degan jumla ekan shunaqa. Unda bo'lsa avval nima deymiz? There is. Bir tal olma bo'lganki there is bo'ldi. Ya'ni is degan bir tal narsa ko'rsatdi odatda. There is degan nima bo'ldi ekan? Ya'ni bu yerda bor. Undan keyin nim borlig'ini deymiz. Nim bor bir tal olma. An apple. Bir tal olma, an apple. Nada bor? Mening qo'l so'mkamning ichida. In my handbag. Ya'ni ingliz tilida qanday ifodalaymiz? Ya'ni ingliz tilida palanch narsa bor deganimda qanday ifodalaymiz? Avval palanch bor deydiganmiz, ya'ni there is deydiganmiz. Andan keyin nima narsa borlig'ini qo'ydiganmiz, anaqisda o'rinni eskartayotganmiz. Shunlab bu intan jiq ishlatiladigan bir xil jumla shakli, shunlashqa buni intan yaxshi tushunish kerak. Ya'ni ingliz tilida palanchi yerda palanchi narsa bor deganda ingliz tilida nima deb ifodalaymiz? There is bir tal narsa bo'lsa, ko'plik o'rnini ishlatamiz. Birlik bo'lgach isni, there is yerda bor deyotganmiz, nima borlig'ini deyotganmiz. Undan keyin a book, masalan, bir kitob bor. Nada? Mening so'mkamda, in my handbag. Ya'ni ingliz tilida mush tartib bo'yicha ifodalanadi ekan. Masalan, uyamda ikki mushuk bor. Shunaqa, uyamda ikki mushuk bor desam qanday ifodalayman? Avval bu uyam bir mushuk bor deb turay, ko'plikni ifodalamay. Uyam bir mushuk bor desam qanday ifodalayman? There is deyman. Bu yerda bor deyotganman. A cat. Bir tal mushuk deyotganman. Nada? In my house. Deyversamlar uyamda bir tal mushuk bor deganni ifodalab berar ekan. Masalan,
Berlinda bir daryo bor. Shunaqa, Berlinda bir daryo bor. Undan so'ng shunga tushadigan palonchi narsa bor. Undan so'ng nekimiz there is bu yerda bor deyotganmiz. Ananki nima baki bir daryo, a river. Shunaqa a river. There is a river. Ya'ni demak bu yerda bir daryo bor. Shunaqa there is bu yerda bor a river. Nima borligini deymiz? Anaqsi nada? In Berlin. Ya'ni Berlinda. Berlinda bir nima bor? Daryo bor. Londonda bir mesela munavva. Londonda bir munavva. Avval nima deymiz? There is bu yerda bor bir narsa. Nima narsa? A tower. Bir munavva deymiz. Nada? In London. Londonda. Demakchi ingliz tilida mush bo'yicha palonchiyada palonchi narsa bor deganni mush bo'yicha ifodalayotganmiz. Biz buning mashqini, ya'ni mashq darsini achchiq qilamiz. Mani intan yaxshi anlanglar. Agar inglizcha sizlar ma'lum bir odamga palonchiyada palonchi bir narsa bor degan demoqchi bo'lsanglar, u vaqtida mush bo'yicha ifodalayotgansizlar. Ya mush bo'yicha ifodalayotgansizlar. Masalan, Amerikada bir ko'l bor. Shunaqa, Amerikada bir ko'l bor. Desam, Amerikada bir ko'l bor. Avval nima deyapman? There is bir ko'l, a lake. Nada? In America. There is a lake in America. Ya'ni there is a lake in America degan gap Amerikada bir ko'l bor degan ifodalayotgan. Shunlashqa ingliz tilida ma grammatik bir qadar muhim. Shunlashqa internet tafsilotlarni agar haqiqatan tushunmaganlaringiz bo'lsa, mendan ayrim so'rasanglarmi yoki bizningki WhatsAppda buni so'rasanglar bo'ldi. Biz mashq darsi, ya'ni ko'plab mashq qilish orqali buni nayt yaxshi o'rgatamiz. Buni xotirjam bo'ling. Endi ikkinchi grammatikalik nuqta. On the left. On the left degan gap, left degan so'l taraf degan gap to'g'ri. On the left degan gap so'l tarafda deganni ifodalaydigan ingliz tilidagi ifoda shu. On the left. So'l tarafda degan ma'noni bildirdi. On the right. Right degan o'ng taraf degan gap to'g'ri. On the right desak o'ng tarafda. Masalan, her house is on the left. U qizning uyi bo'lsa so'l tarafda. Shunaqa. Endi mesela ikki mashina bor, meningki birsiga chiqishni berdim, mening mashinamni haydab bering dedim. Shuni qaysi shu desa, o'ng tarafdagisi. Mening mashinam o'ng tarafda, ikki mashina bor, to'liq. Mening mashinam o'ng tarafda desam, my car is, mening mashinam bo'lsa on the right, o'ng tarafda. Tartib uyg'ur tilangandan o'xshaydi ekan. Bilib oldiganingizki, on the left degan so'l qo'l tarafda, on the right degan gap, on the right degan gap o'ng tarafda degan gap bo'ldi ekan. Endi bizga o'rganadigan bizning 3-chi grammatika. Bu grammatikami ingliz tilining intayin muhim grammatikalarning birisi. Of. Of deganni so'zlik tushunadigan chog'da o'rgatdim. Ning degan ma'nosi bor dedim. Okay. Unda bo'lsa men palonchi odamning deganni qanday ifodalaymiz deb o'rgatdim sizlarga. Palonchi odam deganni deb aytgandan keyin bir pash qo'yib, keyiniga asni qo'yib olsak, ya'ni as qo'shib olsak, vaqtini bo'ldi palonchi odamning, ya'ni odamni bildiradigan ismlarning keyiniga ustiga bir pash qo'yib, asni qo'yib olsam, shu odamning degan ma'noni bildirdi. Shu odamning degan ma'noni bildirdi. Endi ismlar bo'lsa, unda bo'lsa, men odamni bildiradigan ismlarning keyiniga qo'yib pash qo'yib asni qo'ysam, nima bo'ldi ekan? Ya'ni shu odamning degan gap bo'ldi. Unda bo'lsa, ma'lum bir narsaning deb qolsam-chi. Masalan, daraxtning yo'pirmig'i deb qolsam, buni qanday ifodalayman? Yoki kompyuterning bahosi, shunaqa mashinaning bahosi, yoki daryoning bo'yi degandek oshna narsalarni zot ingliz tilida qanday ifodalayman? Tomning rangi, uyning cho'ng kichikligi yoki osmonningki egizligi degandek. Shunaqa buni narsalarni biz ingliz tilida qanday ifodalaymiz? Uni dal of bilan ifodalaymiz. Ya'ni ingliz tilida jonsiz narsalarning bir narsi degan ifodalagan chog'da biz of bilan ifodalaymiz. Masalan, tomning rangi. Tom degani nima? Jonsiz narsa. Bu jonsiz narsaning bir narsi desam, nima deb ifodalayman? Of bilan ifodalayman. Of. Palonchi narsi. Ya'ni jonsiz bir narsaning bir narsi demoqchi bo'lsam, biz ingliz tilida qanday ifodalaymiz? Faqat ofni o'tirib qo'yish orqali ifodalaymiz. Endi ofni o'tirib qo'yish orqali ifodalayman. Undan uyg'ur tilida o'xshamdi. Masalan, tomning rangi desam, tom oldiga kelamdi, keyinga kelamdi.
yoki kompyuterning bahosi desam, bu oldi kompyuterning degan oldiga bahosi degan keyin kelamdi yoki ta'tir kelamdi. Shunaqo, avnoga o'tirliq qo'shidi ekan mashqisining orliqiga. İngliz tilida ta'tir keldi. Masalan, kinoning ismi desam, kino degan keyin keldi, name qaranglar, name degan ism shunaqo. Uyg'ur tilida kinoning ismi deyman. Kino oldiga keldi. Endi ingliz tilida nima kelgan? Name of movie. Ya'ni kino keyin keldi, ismi oldiga keldi, o'tirisiga ofni qo'shib esa kinoning ismi degan nimani berdi? Ma'noni berdi. Masalan, bizning tekstda yana bir gap chiqdi. Ya'ni demakchi in the middle of the room degan bir gap chiqdi. Middle of the room. Middle degani biz so'zlikda o'rganib o'tdik. Middle degan gap nimati? O'tirsi degan gapdi. Unda middle of the room. The room degani bo'ldi? Ash bir og'iz uyning degan gapni chiqatdi-ku. Uyning o'tirsi degan ingliz tilida o'tirsining uy deb ifodalaykan. Yani demekçi palanç nəsinin palanç nəsi A nəsinin B nəsi desem yani B'nin A nəsi palanç nəsinin palanç nəsi desem B keyni keldiken nəsi aş nəsi təvə bolğan biz demekçi olan nəsi aldıq keldiken. Məsələn dərsxanның rəsmi desem ders resmi degan gap oldiga kelgan, anga avni qo'ydiganman, anandan keyin nima qilganman? Darsxona degan deb qo'ydiganman. Shuning bilan darsxonaning rasmi degan gap bo'ldi. Masalan, the picture of the room. Picture of the room, ya'ni darsxonaning rasmi. Masalan, o'rindiqning yoki ustalning puti. Shu ustalning puti. Puti deganni lag deymiz, putlari deganni legs deymiz. Ustalning putlari. Mesela, unda bo'lsa, men hozir deganim bo'yicha putlari degan oldiga kelgan, legs deyotganmiz. Anki avni qo'shadiganmiz, anan keyin qaysi narsaniki? The table. Unda legs of the table. Ya'ni ustalning putlari degan ma'noni mushta ifodalayotganmiz. Ya'ni yig'ib aytgan chog'da ingliz tilida agar ma'lum jonsiz narsaning bir narsi demoqchi bo'lsam, uni Uyg'ur tiliga o'xshash, masalan, tamning rangi demoqchi bo'lsam, Uyg'ur tiliga o'xshash tamning degan oldiga rangi deganni keyiniga ololmay ekanman. Balki rangi degan oldiga ilib, avni qo'shib tam deb qo'ysam, tamning rangi. Masalan, tamning rangi color rangi of nang wall. Tamning rangi degan ingliz qanday ifodalaymiz? Mushunday ifodalaymiz. Unda bo'lsa, ya'ni ingliz tilida jonsiz narsalarning ma'lum bir narsaning ma'lum bir narsi demoqchi bo'lsam, u vaqtida av bilan ifodalayman. Agar jonliq narsa bo'lsa, ya'ni odamlarning ismlari bo'lib qolib qolsa, uning keyin bir pash qo'yib asli qo'yibsam, shu odamning degan ma'noni bildirdi ekan. Agar narsalarning, ya'ni jonsiz bir narsaning bir narsi demoqchi bo'lsam, ingliz tili bilan ifodalayman, Uyg'ur tilidan ta'tirkan, ya'ni ma'lum bir narsaning degan keyin kelgan narsi oldiga keldi ekan. Okay? Shuning bilan bizniki 25-darsdagi grammatikalik nuqtalarimiz shu. Tushunganlaringlarni ayrim so'rasanglar bo'ldi yoki biz mashq darsida qayta ishlaymiz. Endi 25-darsning tekstning tarjimasini qarab boqaylik. Mrs. Smith kitchen is small. Mrs. Smith. Smith xonimning ya'ni pesh qo'yib asini qo'ysak, shu xonimning o'ltig'i Mrs. Smith kitchen is small. Ya'ni Smith xonimningki oshxona uyi bo'lsa, kichik. Buni nimasi yo'qkan-ku? Faqat bilib oldinglar, Mrs. Smith deganga bu ayolning ismi emas, balki erining ismi Smith. Ya'ni Smith apandimning xotni degan ma'nosi chiqdi. Palanchiq to'ygan ayol, ya'ni Smith apandimning xotni. Ya'ni bu inglizlarningki madaniyatida texim qattiq degan gap. Masalan, siz bir yerda to'y qilsanglar, sizning ismingizni chaqirmaydi u xalq. Palanchining xotni deb chaqiradi. Palanchining xotni degan ingliz tilida ekamiz, Mrs. Palanchi. Masalan, Mrs. To'xtaqun desak, bir ayolni To'xtaqunning ayoli degan gap bo'ldi. Mrs. Smith kitchen is small. Smith xonimningki oshxona uyi bo'lsa, kichik deydi. There is a refrigerator. Men nimada grammatika darsi dedim. There is a refrigerator. Bu yerda bir nima
тоңлатқу. Refrigerator деген тоңлатқу деген кеп туа. In the kitchen. In the kitchen. Yani ашхана өйдә бір тоңлатқу ба. There is a refrigerator in the kitchen. Yani ашхана өйдә бір тоңлатқу ба. Бұны ifadələş yolunu bay dedim. Yani grammatikal qonuqda there is gen bu yerdə ba deyətkənimiz ingliz tildə a refrigerator bir nimdə ekemiz тоңлатқу. Аңақсы нәді балығын екеміз in the kitchen. Нәді? Ашхана өйді. Ашхана өйді бір тоңлатқы ба дегенді инглиз тілді мұштай падлы екеміз. Бұл яды ба дейкеміз. There is a refrigerator. Бір тоңлатқы дейкеміз. Аныңки нәді балығын әскәрті еткеміз in the kitchen. There is a refrigerator in the kitchen. Ашхана өйді бір тоңлатқы ба дейді. The refrigerator is white. Бұны онды мәсілі оққан ғой. Yani бұл тоңлатқы болса is white. Ақ раңлық. It's on the right. Bu bolsa it degan ashu bolsa ash to'nglatquni ko'rsatadi, it degan olmash bu yerda. It's on the right. U to'nglatqu bolsa, ya'ni ashu bolsa on the right. On the right ni men dedim o'ng tarafda. U bolsa o'ng tarafda. There is an electric cooker. Bu yerda bir nima deydi, to'qliq o'choq bor. To'q qozon bor. In the kitchen. Ya'ni nada? Ashxonada. There is an electric cooker in the kitchen. Ya'ni bu yerda bir to'q o'choq bor, ya'ni to'q qozon bor in the kitchen. Ya'ni demakchi, ashxona uyda bir to'q qozon bor. Buni yana desak shu, there is bu yerda bor an electric cooker, bir to'q qozon in the kitchen. Ashxonada. Ya'ni ingliz tilida mush birinchi ifodalaymiz demakchi. The cooker is blue. Ya'ni demakchi bu to'q o'choq bo'lsa, nima? Ko'k ranglik. It's on the left. Bu bo'lsa sol qo'l tarafda. It's on the left. Ya'ni bu sol qo'l tarafda. Again, there is a table in the middle of the room. Qaranglar, there is a table. Bu yerda bir stol. In the middle, o'rtasida of the room. Of ni bay tushundim. Of degan ning degan ma'nosida. Of the room degan keyindagi narsaning oldidagi narsasi. Undasa in the middle of the room. Undasa keyindagi narsaning oldidagi narsasi bo'lg'achqa the room. Uyning o'rtasida bir nim bor ekan, stol bor ekan. There is a table in the middle of the room. Yani uyning o'rtasida bir nim bor degan gap bo'lgan, ya'ni bir stol bor. Avning ma'nosi nima ekan? Palonch narsa, lekin palonch narsaning degan gap, palonch narsa, ningdiki palonch narsa, avning keyini kelgan, narsi degan oldiga kelgan. There is a bottle on the table. Bu yerda bir butilka on the table. Nada? Yani stolning ustida. Yani there is bu yerda a bottle, bir butilka on the table. Yani stolning ustida. Ingliz tilida qanday ifodalaymiz? Mushunday ifodalaymiz. The bottle is empty. Bu yerdagi butilka bo'lsa, nima quruq, hech nima yo'q demakchi. There is a cup on the table too. There is a cup on the table too. Yani bu yerda bir piyola bor on the table. Nada? Stolning ustida. Two. Stolning ustida yani bir piyola mu bor. Tuni biz nima deb o'rgangan? Yani mu deb o'rgangan. There is bu yerda a cup, bir piyola on the table, stolning ustida. Ingliz tilida cho'qim mush bo'yicha, mush tartib bo'yicha ifodalanadi. Yani demak bu yerda palonch narsa nada? Palonch yerda. Shu bo'yicha ifodalaymiz, ha? The cup is clean. Yani bu yerga piyola bo'lsa, pokiz deydi, ha? Piyola bo'lsa pokiz deydi. Bu 25-darsning tekstining tarjimasi, ha? Tekstining tarjimasi. Endi 25-darsning tekstining o'qilishiga qarab qo'yaylik. Men burunga o'xshash asta bir, normal bir, tiz bir o'qirman, shu bo'yicha mashq qilsanglar bo'ladi. Mrs. Smith's kitchen. Mrs. Smith's kitchen is small. There is a refrigerator in the kitchen. The refrigerator is white. It's on the right. There is an electric cooker in the kitchen. The cooker is blue. It's on the left. There is a table in the middle of the room. There is a bottle on the table. The bottle is empty. There is a cup on the table too. The cup is clean. Tekstning normal o'qilishi. Mrs. Smith's kitchen. Mrs. Smith's kitchen is small. There is a refrigerator in the kitchen. The refrigerator is white. It's on the right. There is an electric cooker in the kitchen. The cooker is blue. It's on the left.
There is a table in the middle of the room. There's a bottle on the table. The bottle is empty. There is a cup on the table too. The cup is clean. Empty o'qilishi. Mrs. Smith's kitchen is small. There's a refrigerator in the kitchen. The refrigerator is white. It's on the right. There is an electric cooker in the kitchen. The cooker is blue. It's on the left. There's a table in the middle of the room. There's a bottle on the table. The bottle is empty. There's a cup on the table too. The cup is clean. Endi 26 darsning so'zliklariga qarab boqaylik. Birinchi so'zdan keyin mana so'zning birinchi tovushi nima ekan? Va ekan. Va qani qilsak va, arni qilsak where, where. Yoki buni ingliz talaffuzida where deydi. Where desam xato emas, lekin where emas, where. Yoki where desam intayin yaxshi, tiz olasizlar lekin. Bu ingliz tilidagi bizning what, which o'xshash alohida so'roq so'zi, ya'ni qayerda, nada, qayerda degan ma'no chiqadi, Shunlashqa bu alohida so'roq so'zining nimaligini siz yaxshi bilasizlar. Endi mana so'zning birinchi tavsiya ekan, ekan. Eg'inni qo'shsak en degan ichida degan. Biz ustida degan o'rnib oldik, shunaqo ustida degan on deydik. Ichida degan ekamiz hamda en. Ishlatilishi yanla onga o'xshash, ya'ni demakchi, palanish narsaning ichida demakchi bo'lsam in the deb palanish narsa. In the box, masalan, qutining ichida, eshikning ichida degan gap, Endi 26-darsning so'zliklarini o'qilishi bu ikkilam so'z ekan-ku. Where, qayerda, nada, qayer. Yoki where, qayerda, nada. In, ichida. Where, qayerda, nada. In, ichida. Where, in. Endi 26-darsning teksti nima to'g'riliq ekan? Where is it? Where is it? Where is it deganga bu narsa bo'lsa, u bo'lsa nada degan ma'no chiqadi. Bu qanday kelib qolgan? Siz bak yaxshi qilsizlar, buni nihoyat yaxshi o'rgatdim deb o'yladim. Siz nihoyat yaxshi tarjima qila olasizlar, alohida so'roq so'z jumlasini. Buning kelish manbasi ekan it is. U bo'lsa on the table. U bo'lsa nada ustalning ustida degan gap bo'ldi. Shunaqa bu uyg'ur tili tartibi bilan o'sha it is on the table. U bo'lsa ustalning ustida. Shunaqa is it, ya'ni is'ni oldiga chiqarib aytsam so'roq jumlaga aylanadi. Is it on the table? U ustalning ustidami degan gap bo'ldi. Shunaqa, unasa buning oldiga alohida so'roq so'zni qo'ysam bo'ldi. Buning taqishtirgan gapni chiqarib aytsam, unasa where is it on the table? Bu bo'lsa, u bo'lsa nada ustalning ustida degan gap bo'ldi. On the table ni chiqarib aytsam where is it? U nada, qayerda degan gap bo'ldi ekan, Shu tekstga bo'lgan. Endi birinchidan 4-chi rasmga qaranglar. Birinchi rasm debdi, there is a cup on the table. Bu yerda bir nima deydi? Piyola bor on the table. Ustalning ustida. Ustalning ustida bir piyola bor degan gap. The cup is clean. Ya'ni u piyola bo'lsa, pokiz. Ikkinchi rasm debdi, there is a box on the floor. Ya'ni demakchi, polning ustida bir eshik bor. The box is large. U eshik bo'lsa, qanday? Aytdi, cho'ng deydi, There's a glass in the cupboard. Ya'ni qachquchi shkafning ichida bir rumka bor. There's a glass. Bu yerda bir tal rumka. In the cupboard. Cupboard degan gapni biz kiyim shkafi deganda, uningdan boshqa qachquchi shkafi degan ma'nosi chiqadi, Cupboard. There is a glass in the cupboard. Ya'ni qachquchi shkafning ichida bir tal rumka bor. The glass is empty. U rumka bo'lsa quruq. 4-chi there is a knife on the plate. Ya'ni bu yerda bir pichoq on the plate. Ya'ni taqsining ustida. The knife is sharp. Bu pichoq bo'lsa, nihoyatda o'tkir. There's a knife on the plate. The knife is sharp. Ya'ni bu yerda bir pichoq bor on the plate, ya'ni taqsining ustida. The knife is sharp. U pichoq bo'lsa, o'tkir. Qarab qo'yinglar. There's a cup on the table. The cup is clean. There's a box on the floor. The box is large. There's a glass on the cupboard. The glass is empty. There's a knife on the plate. The knife is sharp. Endi 5-dan 8-gacha qarab qo'yaylik. There's a fork on the tin. Ya'ni qalay qutining ustida bir vilka bor. The fork is dirty. Ya'ni u vilka bo'lsa, maynat.
There's 6-cı rəsmdə there's a bowl in the refrigerator. Yəni to'nglatqının içində bir putilka var. There's a bowl. Bu yerdə bir putilka in the refrigerator. To'nglatqının içində. The bowl is full. Yəni deməkçi bu putilka liq, içində liq su var, yoki bir narsa var deməkçi. There's a pencil on the desk. Yəni üstəlin üstündə bir tal qarindaş var. The pencil is blunt. Bu qarindaş bolsa, gal demdi? No. Uyghur tilində deyimiz. Yəni the pencil is blunt degan gap. Bu qarqalamning uchi qanmagan qarqalam degan gap. Yəni uchi qanmabdi degan gap. The pencil is blunt. Yəni deməkçi bu qarqalamning uchi yo'q. Yəni uchi qanmagan. There's a spoon in the cup. Yəni piyolanning ichida bir qo'shiq bor. The spoon is small. Yani bu yerdeki nima spoon. Yani qo'shiq bo'lsa kichik deydi. There's a fork on the tin. The fork is dirty. There's a bottle in the refrigerator. The bottle is full. There's a pencil on the desk. The pencil is blunt. There's a spoon in the cup. The spoon is small. Şunun bilan bizniki 25-26 darsimiz bu yerda oxirlashdi. 25-26 darsda asos qo'yganligimiz nima bo'ldi? Asos qo'yganligimiz palonchi yerda palonchi bir narsa bor deganni ingliz tilida bundan boshqa usulda ifodalagila olmaydi. Ya'ni bu odatda turmushimizda va ingliz til sharoitida nihoyat ko'p ishlaydi. Masalan, Urumchida mana narsa bor, Urumchi ichki daryo bor, Urumchi chiroyli bir tog' bor. Shunaqa yoki Angliyada bir ko'rik bor. degan gapning hammasi ingliz tilida mushu xil usul bilan ifodalandi, boshqa xil usul bilan ifodalagili bo'lmaydi. Shunlashqa palonchi narsa bor deganni ingliz mushbun ifodalaymiz. Shunlashqa buni intayin yaxshi ko'rishingiz kerak, chunki bu ingliz tilida intayin qo'llanishchan ham intayin muhim bo'lgan bir grammatikalik nuqta. Shundan 25-26 darsimiz mushada oxirlashdi. Xayr, xushvaqt bo'linglar. Mashq darsida ko'rishaylik.